Bir lahza ham ko'zimni yuma olmadim. Bu xonada uxlab bo'lmasida, shuning uchun uni bu yerda yotishiga ruxsat berdim, lekin uni shunday ojizligini ko'rib, tasavvurim vahshiy bo'lmasligini iloji yo'q edi. Nimadir qilishga jasoratim emas. Uni mendan xafa bo'lishi mumkinligi ushlab turardi. Yeyish uchun biror narsa olib kelaman. Uyg'ondingmi? Ha, xayrli tong, hojam. Uyg'onishi bilan menga salom berdi. Shoshma. Kimdir xayrli tong desa, nima deyishim kerak? Shunchaki xayrli tongmi? Salommi? Kuning xayrli o'tsin, biroz ko'p bo'ladi. Men ovqat olib keldim. Ovqatlanishing mumkin. Hatto u bilan to'g'ri salomlasha olmayapman ham. Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Men qachon bunday qobiliyatsiz odamga aylandim? Ehtimol boshdanoq. Haligi, hojam siz ham xuddi men yegan ovqatni yeysizmi? Bu nima, g'alatimi? Yo'q, bu shunchaki men umuman ovqatlanayotganimdan baxtiyorman. Lekin siz ham xuddi shu ovqatni yeyotganingiz juda g'alati. Shoshma. Nima, bu ovqat juda ham oddiymi? Xo'sh, ha. Menga o'xshagan qulni ovqati odatda shunday bo'ladi. Demak, bu taomdan ko'ra ko'proq. Ovqat. Aytgancha, u g'azablangandan ko'ra ko'proq tashvishlanayotganga o'xshaydi. Yo'q, shoshma. Men buni tushundim. Agar bu yigitga biror narsa qilmasam, u o'lib ketadi. U aynan shunday o'ylayapti. Ha, tushunarli. Menimcha ham bu hatto oddiy ovqat sifatida ham mos kelmaydi. Men axir butun umrim davomida aynan shunday narsalarni yeganman. Jerkidan tashqari mog'orlangan non ham bor edi. Bu nordon tamda nostalgik narsa bor. Odatda oddiy odamlar nima yeyishiga hayronman. Bu takabburlik bo'lishi mumkin, lekin sizga nimadir tayyorlasam bo'ladimi? Sen pishirishni bilasanmi? Unchalik emas, lekin Uyda pishirish. Sehr joduga bo'lgan ixlosim meni hatto ehtimollik haqida o'ylashimga to'sqinlik qildi. Endi esa men sevgan qiz men uchun ovqat pishiradimi? Nefi, bizni vazifamiz aniq ko'rinadi. Ha. Shaharga oziq-ovqat do'koniga boramiz. Arava kerakmi? Ikkingizni 3 ta bronza tangaga olib borib qo'yaman. Ha, albatta. Menda pul yo'q.
1 million. 1 million oltin Krotes. 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 Vaqti bilan piyoda yurish shunchalik yomon emas. Nima? Moliyaviy ahvolimni yaxshilashim kerak. Qal'ada birorta ham bronza tanga qolmadi. U yerdagi qiynoq uskunalarini sotishim mumkin, lekin ularni yig'ishtirish uchun odam yollashga pulim yo'q. Men arava haydovchisini qo'rqitib, pulni olib borib qo'yishga majbur qilishim kerakmidi? Yo'q. U bunday qilgan odam haqida nima deb o'ylashini avvaldan aytib bo'lmaydi. Bu yomon bo'lishini his qilyapman. Balki men shunchaki qasrdan qutulib, Nefi bilan shaharda oshxona ochsammikan? Qani, bor budingni bizga topshir. Hujum. Bu shunchaki o'g'irlik bo'lsa kerak. Ular sehrgar yoki boshqa narsa emas, shunchaki zararsiz qaroqchilar guruhi. Nima bo'ldi? Hech narsa. Nahotki Nefini ham shunday o'g'irlab ketishganmi? Nefi, diqqat bilan qara. Bu xuddi changni tozalashga o'xshaydi. Sehrgarmi? Bu sehrgar nimaga? Ishga kirishing, sehrgar boshqa afsun qilishga ulgurmasligi kerak. Uni qo'lga oling. Nefi, men ortimda tur. Unga o'zimni ko'rsatish uchun men seni himoya qilaman degan gaplarni aytmayman. Lekin men ulardan qo'rqish shart emasligini unga ko'rsataman. O'lib ket! Bo'lishi mumkin emas. Ha, sehrgarlar ham qo'pol kuchli bo'lishi mumkin. Nima buni bilmasmiding? Boshliq! Janob, siz bizga yordam berishingiz kerak. Boshqalarga yordam beradigan sehrgar, qanday g'alati manzara. Menimcha seni ular yollagan, to'g'rimi? Bu kelishuvimizni bir qismi, kimligingni bilmayman, lekin yo'limda turganingga pushaymon bo'lasan. Tushunarli, to'xtamasdan olovli zarba berish uchun doiradan foydalanish. Lekin buni ko'rib qochib ketadigan darajada qo'rqoq emasman. Yomon emas, ammo juda ham sekin. Endi bunga qara. Nega men afsun qila olmayapman? Men sen sehrli doirang ustidan nazoratni tortib oldim. U endi senga tegishli emas. Nima bo'ldi? Kela qoling. Axir o'g'rilar o'zlarini o'g'irlashlarga ham tayyor bo'lish kerak. Nima? Yana rasvo qildimmi? Ko'rdingmi Nefi? Bunday qaroqchilar xuddi uyingdagi changdek zararsiz. Ularga joyini ko'rsatsang indamasdan borishadi. Ular chindan ham zararsizmi? Unda nega aravaga hujum qilishdi? Janob sehrgar, sizga gap yo'q. Bizni qutqardingiz. Yaxshi sehrgarlar ham bor ekan deb o'ylayman. Xo'y, janob. Bizni yo'l bo'yi himoya qilib ketishga nima deysiz? Albatta bunga pul to'layman. Yaxshi. Nimalar bo'layapti? Chindan ham shunday osonlik bilan pul keladimi? Men shunchaki atrofdagi yomon odamlarni yo'q qilsam, buning uchun menga pul to'lashadimi? Yo'q, sehrgarlar odatda ovlanadigan yomon odamlardir. Ya'ni bu menman. Shunga qaramay, men avval ham bunday zerikarli qaroqchilarni yo'q qilganman. Lekin birinchi marta bu uchun rahmat eshitishim. U uchun ishlaysizmi? Qanday go'zal qiz. Sening xo'jang ajoyib. Nefi men bilan bo'lgani uchun ular mendan qo'rqishmayaptimi? Xo'jam. Nima? Nima uchun bu odamlarni qutqardingiz?
Bumi? Menimcha bu kutilmagan narsa edi. Men shunchaki o'sha qaroqchilardan qo'rqadigan hech narsa yo'qligini ko'rsatmoqchi edim xolos. Lekin ehtimol bu bilan yaqinlashib olishga imkoniyatdir. Agar men unga yaxshiroq gap ayta olsam, bu uni ochishga undaydi. Men qilgan narsa o'zim uchun muhim bo'lgan iflos narsalarga dunyodagi o'rnini ko'rsatishadi. Rostdan ham nega men har doim shunday gaplarni gapiraman? Endi biz oziq-ovqat uchun keldik, lekin avval Nefiga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday kundalik ehtiyojlar haqida qayg'uraylik. Qiz bolaga aynan nimalar kerak bo'ladi? Nefi, o'zingga kerak bo'lgan narsani tanla. Men sizda bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday eski narsadan mamnun bo'laman. Bu mantiqiy. O'zini yashashiga shubha qiladigan qiz ehtimol moddiy istaklar yo'lida unchalik ko'p narsaga ega emas. Xush kelibsiz. Janob sehrgar, sizga qanday kiyimda yordam bera olaman? U meni ko'rganidan xursand emasligi aniq. Bu qiz uchun qandaydir kiyimlaringdan bo'lsa ber. Qanday go'zal qiz. Unday bo'lsa, buni Manuelaga qoldiring. Bitta mijoz kelyapti. Hujum. Qani tezroq. Bu kishan chindan ham e'tiborni tortadi. Bu kishan uning ma'nosini ushlab turish uchun kerak. U busiz qochib ketishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Xo'sh, bu kiyim sizni hayratda qoldirdimi? Ha? Nima deysiz? Men buni mukammal deb o'ylayman deyishga qarshi emasman. Bu yana nimasi? Qanday qilib birorta kiyimdan bunga o'tding? Janob, men shunchaki sizni didingizni qondirishga harakat qildim. U meni aynan kim deb o'ylaydi o'zi? Iltimos, menga qaramang. Iltimos, oddiy kiyim. Nima? Ammo bu unga juda ham mos keldi. Unday bo'lsa keyingisini sinab ko'ramiz. Va qo'lingdagi bu narsani tashla. Bu hazil, shunchaki hazil. Endi bu haqida nima deysiz? Bu pravoslav xizmatchi kiyimi, lekin ko'ylak ham, fartuh ham yuqori sifatli ipakdan qilingan. Etiklarda shifobaxsh sehr bor. Bu oyoqlar ustida ishlashdan kelib chiqadigan charchoqni cheklaydi. Nima deysan, Nefi? Nima taklif qilsangiz ham qabul qilaman. Agar shunday deydigan bo'lsang, u senga avvalgidek kiyimlarni kiydirib qo'yishi mumkin. Menga bu kiyim yoqdi, hujum. Bizning do'konda xarid qilganingiz uchun tashakkur. Senga g'amxo'rlik qiladigan xo'jang borligi juda yaxshi. U menga g'amxo'rlik qilyaptimi? Nefi, endi bu yerga kiramiz. Yaxshi. Qanday yordam berishim mumkin, janob sehrgar? Bir narsaga ko'z tashlashingni xohlayman. Bu kishanni olib tashlashni bilasanmi? Lekin agar senda u bo'lsa xuddi Iblis Lord Markosiasni mulki bo'lib qolasan. Senga endi u kerak emas. To'g'ri. Ha. Nimaga ha dedim? Bu bilan men uni yana obyekt ekanidek gapirdim. Janob sehrgar, bu narsa sehrlangan. Biz kabi odamlar uchun bu juda ham kuchlilik qiladi. Va men sizni jahlingizni chiqarishni yomon ko'raman. Lekin ishonchim komilki, bu yoqada tuzoq bor. Agar uni to'g'ri yo'l bilan olib tashlamasangiz, bosh ketishi mumkin. Demak, uni kuch bilan olib tashlamaymiz. Uni asl kalitidan foydalansangiz yaxshi bo'lar edi. Kemosh savdosida hech kim kalitga ega emas edi. Bu Markosias qal'asi ichida bo'lishi mumkin. Bu uchun rahmat. Buni olishim mumkin. Yo'q, janob, buni topish uchun hech narsa qilganim yo'q.
Bu bilan birga men sizdan umuman to'lovni qabul qila olmayman. Siz meni bir marta qutqargan edingiz. Bu taxminan 1 yil oldin edi. Bizning aravamiz hujumga uchraganda siz qizimni va meni qutqargan edingiz. Biz qo'rqib ketganimiz uchun qochgan edik, lekin siz bizni hech narsa qilganingiz yo'q. Umid qilamanki, siz bizni kechira olasiz. Men yo'q qilgan son sanoqsiz zararkunandalarning ba'zilari bu temirchiga hujum qilgan bo'lishi mumkin. Men buni qaytarib olaman, lekin bu haqida tashvishlanishingga hojat yo'q. Men buni hattoki eslolmayman ham. Men esa buni unutmayman. Sizga biror narsa kerak bo'lsa, menga murojaat qiling. Bugun nima bo'lyapti o'zi? Odamlar shunchalik do'stonaki, bu meni qo'rqityapti. Atrofimda Nefi borligi uchun shunchalik katta farq qiladimi? U juda qo'rqinchli edi, hattoki gaplashish ham mumkin emas edi. Ammo hozir unga qarang. Quyosh allaqachon botmoqda. Uyga bunchalik kech qaytganimizdan so'ng Nefi ovqat pishirmasligi kerak. Haligi. Hojam, siz bu kishanlarni yechmoqchi bo'lyapsizmi? Reja shunday. Buni yechganingizdan so'ng meni qochib ketadi deb o'ylamaysizmi? Xo'sh, bu haqida ko'p o'ylamayman va bu sodir bo'lish ehtimoli juda katta. Men uni yaxshi ko'rganim uchun men bilan qolishiga hech qanday sabab yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham, bu uni qochishi mumkinligini anglatsa ham, baribir hozir uni yechib tashlab bo'lmaydi. Umidlaringni baland tutma. Nega men shunchaki baribir buni yechib tashlamoqchiman deya olmadim? Ha, Ehtimol qizlar bilan gaplashish haqida qandaydir sehrli kitob bordir. Nima bo'ldi? Pichoq va vilkadan qanday foydalanishni bilmaysanmi? yo'q. Men ilgari hech qachon bunday ovqatlanmaganman. Ha, tushunarli. O'ylaymanki, Nefida meni bir qarashda e'tiborimni tortgan nima ekanligini tushundim. Biz bir xilmiz. U xuddi men o'zimga tegishli bo'lmagan dunyoda umidsizlikka tushgan paytlarimga o'xshaydi. Senga eng chiroyli ko'ringan narsadan boshla. Bu yerda sen vazminlik ko'rsatishing kerak bo'lgan hech kim yo'q. Lekin Shunchaki uni ye. Bu ertalabki jerkidan ancha yaxshi bo'lishi kerak. yoqimli ishtaha. Uni tashqi tarafidan tatib ko'ra olmaysan. Uni tishlashing kerak. Xo'sh. Mazali deb o'ylayman. Men buni shirinroq bo'lishini kutgan edim, lekin u juda ham suvli. Mana, Nima? U meni ovqatlantirmoqchimi? O'zi hozirgina og'ziga solgan qoshiq bilan. Bu qonuniymi? Mazali. ha. Hojam, siz menga hech qachon buyruq bermaysiz. Ha, shunaqa. Hojam, sizga foydali bo'ladi deb o'ylagan narsalarni qilishimga ruxsat berasizmi? Ha, albatta. Istaganingni qil, Nefi. Yaxshi, unda shunday qilaman. Bu senga yoqdi, to'g'rimi? Uni olaver. Nima deysan? Juda ham mazali. Hozircha bir-birini xo'jayin va xizmatkor sifatida ko'rish vaziyatni tartibga solishga yordam beradigan ko'rinadi.
Bu tush emas edi. Bir sehrgar hayotimni saqlab qoldi. Biz yashayonlarni nishonga olgan yovuz sehrgarlarni yo'q qilgan edik va ular uyga qaytishdi. Farishtalar ritsarlaridan biri to'satdan bizga hujum qildi. Ammo keyin bildimki, bu chindan ham yuz o'g'rilari, ya'ni biz ortdan kelgan guruhdagilardan biri edi. O'sha odam esa, uning ismi Zagan. Uning ko'zlarida juda shafqatsiz nigoh bor edi. Lekin yana nimadir yolg'izdek ham tuyulardi. O'ylanib qoldingmi? Lord Cravel, Bunday rasmiyatchilikka hojat yo'q. Sen bu o'g'irlashlar ortidagi gunohkorlardan qutulish uchun mas'ul qahramonsan. yo'q. Siz menga farishta ritsarlarni ishonib topshirdingiz, lekin men ulardan 4tasini yo'qotdim. Bu sening aybing emas. Va birodarlaring uchun qasos olib qaytding. Bu ish bilan faxrlanishing mumkin. Ha, Lekin bu voqea hali tugamadi. Sehrgarning uyini ko'zdan kechirganimizdan so'ng buni ortida yana bir aybdor turganini aniqladik. Sehrgar Zagan. U bu dahshatli o'g'irlashlar uchun javobgardir. nima? Bu qandaydir xato bo'lishi mumkinmi? Sehrgarlar yovuz. Agar u bu o'g'irlashlarga aloqasi bo'lmasa ham, baribir hukmga duch kelish kerak. Unday bo'lsa, hazratim, menga bu vazifani topshiring. Ko'ngilli bo'lganingdan xursandman. Buni senga ishonaman. Muqaddas qilichning qizi, farishta ritsar kapitan Chastilla Lilkswist. Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.あなたの背中